Assalomu alaykum. Mana biz bolajonlar bilan 6 oyda bir marta bo'ladigan tishlarni ko'rigiga keldik. Ya'ni Britaniyada har yili bolalarda sug'urta qilamizda. Sug'urta narxi katta odamlarga $1050 bir yili. Kichkina bolalarga $700-800. Shuning ichida bir yilda 2 marta tishlarni tekin davolash ham kiradi. Endi biz hozir shunaqa dental klinikga kelganmiz mana. Mana bolajonlarning hammasini tishlarini ko'rsatamiz. Bir qator ko'rib, plomba qiladiganni plomba qiladi, davolaydigan davolaydi. O'zlari nima qilishni aytadi. Bizda hozir hech qanaqa shikoyat yo'q, lekin 6 oy muddat kelgani uchun bir tekshiruvga kelganmiz. Hammasini bir qator tekshirtiramiz. Proverka jarayonida bolalarda tishida bittadan ikkitadan teshik bor degan xulosaga kelgani uchun endi biz boshqa bir banisaga rentgen qildirgani keldik. Banisani ichida avtobuslar yuradi. O'tamiz, guys. Come on, guys. Mana. Endi biz hozir rentgen qildiramiz. Keyin rentgen natijalari avtomatik o'zi nimaga borib tushadi. Bizni tishlarimizni davolayotgan vrachga borib tushadi. Mana banisalarda kiraverishingizda birinchi navbatda odamlarning ehtiyoji, ya'ni oziq-ovqatlar, kofelar, boshqalar yeb ichishlar. Mana undan keyin reception. Qayerga boramiz? Qaysi departamentga ekan? Radiology department. Ketdik. Istanglar. Saynlarga qaranglar, saynlarga. Ushaq qo'lidan. Mana radiology debdi. Mana biz endi haliginaqa tishlarda nima qiladigan joyga keldik. Mana biz tekshiruvlarni tugatdik. Endi natijasi bo'yicha nima gap bo'ldi, G'ulomjon? Bugun biz asha dental klinikka bordik. Tishimizni ko'rdik. Ko'rganda tishimizni anaqa ichida ho'llar bor ekanda, shuning uchun X-ray qildi. Biz tekshirdi va doktor jo'natib yubordi. Rentgen qildi, rentgen. Ho'l degani teshik, aha. Undan keyin doktorlarga javoblarni jo'natib yubordi. Endi anaqa ashini to'llashga bir 10 kun kutishimiz kerak ekan. Nima desangiz, biz roza tutyapmiz hammamiz. Shuning uchun roza tutayotganda qilsa bo'lar ekan. Roza tutayotganda qilsa roza sochilib ketadi, tish davolasa. Sizni ham fikringiz shunaqami? Hamma. Xullas, endi biz davolash ishlarini 10 kundan keyin, roza tugagandan keyin boshlaymiz. Shunaqami? Salomat bo'lasizlar.